Sardormirzo.com taqdim etadi. 101-hikoya 3 odamning imtihon qilinishi. Buxoriy va Muslim to'plagan hadislarda bu hikoyani Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallam nomidan bunday rivoyat etgan. Payg'ambar alayhisalom sizdan avvalgi ummatlardan 3 kimsaning abras, kal va ko'r bo'lganlari ahvoldan hikoya qilib beraman. Alloh taolo imtihon qilish uchun ularning oldiga bir malak yubordi. Malak oldin badaniga oq tushgan abras kasalligiga mubtalo bo'lganning oldiga keldi va dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima deb so'radi. U odam tanamning go'zal, chiroyli va silliq bo'lishini, odamlar meni ko'rib xursand bo'ladigan chiroy sohibi bo'lishni yaxshi ko'raman. Eng xohlagan narsam shu dedi. Malak abras kasalligiga mubtalo bo'lgan odam badanini siladi va uni go'zal bir vujud sohibi qilib qo'ydi. Malak endi senga davlat beraman, qanday molni yaxshi ko'rasan dedi. Abras men tuyani juda yaxshi ko'raman dedi. Abrasga 10 oylik irg'ochi bir tuya berib, malak bu tuyani Alloh sen uchun barakali qilsin deb duo qildi-da, kal bo'lib qolgan odam oldiga bordi. Malak kalga dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima dedi. Kal eng yaxshi ko'rganim chiroyli sochli bo'lish. Kallikdan qutulish uchun hech narsamni ayamayman dedi. Malak uni ham tuzatdi, kasallikdan qutuldi. Boshidan chiroyli soch o'sib chiqdi. Malak hozir senga davlat, boylik beraman, nimani xohlaysan deb so'radi. Kal sigirni juda yaxshi ko'raman, bir sigirim bo'lishini xohlayman dedi. Unga bir sigir berildi. Malak bu sog'in sigirni Alloh sen uchun barakali qilsin deb kal bilan xayrlashib ko'rning oldiga bordi. Malak ko'rga dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima deb so'radi. Ko'zi ojiz, eng orzu qilganim ko'zlarimning ko'rishidir dedi. Malak uni ham davoladi, uning ko'zlari ochildi. Malak senga boylik beraman, nimani yaxshi ko'rasan dedi. Ko'r, eng yaxshi ko'rganim qo'ydir. Qo'y suruvlarim bo'lishini istardim dedi. Ko'rga irg'och qo'y berildi. Tuya bo'taloq, sigir buzoq tug'ib berdilar, qo'y qo'ziladi. 3 odam shunchalik boyib ketdilarki, ko'p vaqt o'tmay uchalasining ham bir vodiyni to'ldiradigan tuyalari, sigirlari, qo'ylari bo'ldi. Har birlari bir vodiyga ega edilar. Hammasi mollari bilan shug'ullandi. Keyin malak yana yerga tushib, badaniga oq tushgan odam oldiga abras qiyofasida keldi va ey badavlat inson, men bir g'arib musofirman. Ko'p yurdim, menga Alloh rizoligi uchun bir tuya ber, manzilimga yetib olay. Sening ranging va badaningni chiroyli qilgani haqqi menga yordam ber dedi. Badaniga oq tushgan odam beradigan narsam yo'q, hamma narsani berib bo'lganman dedi. Malak men seni taniyotganga o'xshayman. Seni hamma hazar qiladigan, odamlar arganadigan abras emasmisan? Sen juda kambag'al eding. Alloh senga irg'och tuya berib badavlat qilmadimi dedi. Abras badaniga oq tushgan, yo'q u odam emasman. Bu mol menga otamdan, bobomdan qolgan dedi. Malak agar yolg'on so'zlasang Alloh seni avvalgi holingga keltirib qo'yadi deb undan nari ketdi. Keyin kal odam suratida kalning oldiga bordi. Abrasga aytgan so'zlarini unga ham aytdi, yordam so'radi. Kal ham o'shanday javob berdi. Malak kalga agar yolg'on gapirsang Alloh seni avvalgi holingga qaytarsin deb undan uzoqlashib ko'rning oldiga bordi. Ko'rning avvalgi holatiga kirib ko'rga men faqir, yo'qsil odamman, yo'lda qoldim. Yurtimga qaytishga imkonim qolmadi. Menga Alloh rizosi uchun yordam ber. Sening ko'zlaringni ochgan, ravshan qilgan, senga davlat bergan Janobi Haqning rizosi uchun menga bitta qo'y ber dedi. Ko'r unga ey g'arib yo'lchi, men avval sen kabi ko'r edim. Alloh ko'zlarimni ravshan qildi. Ko'zlarimni takror qaytarib berdi. Men juda faqir edim, menga bir qo'y berdi. Undan davlat orttirdim. Baraka berdi. Hozir ko'rib turganing suruvlarning hammasini u berdi. Uning uchun istaganingcha qo'y olishing mumkin. Alloh uchun hech narsani ayamayman dedi. Malak moling o'zingga buyursin. Alloh barakatini orttirsin. Bu sizlar uchun Alloh tarafidan bir imtihon edi. Tanishlaring halok bo'lib ketdilar. Ular Alloh g'azabiga uchradilar dedi. Izoh va o'git. Bu hadis qanchalar ibrat darsi beradi. Bizning zamonamizda o'sha zamonlarning abrasiga va kaliga o'xshagan qancha abras va kallar bor. Agar ulardan biror yordam so'rasang, senga aql o'rgatadilar, nasihatlar qiladilar.
Demak, bunday odamlar dunyo bunyod etilgandan beri bor. Allohning bu hikmatini ko'ring, yomon fe'lli odamlarning fe'llari bilan bir-biriga aynan o'xshatmoqda. Alloh va subhanalloh. Ba'zan odamlar qanday zolim, qo'rqinchli bo'lishlari mumkin. Tarix takrordan iborat deydilar. Ul zamonning nonko'r abrasi ila kali bu kunning xuddi shunday nonko'r odamlariga o'xshaydilar. Eshiklariga bir faqir kelsa, bilasanmi buning qancha turishini deb quvlaydilar. 102 hikoya. Dinsizlik jazosi falokatdir. Abrahaning filli qo'shini halokati. Abraha degan dinsiz Makkadagi Ka'bani yiqitish uchun Habashistondagi fillari bilan quvvatlantirilgan 40,000 kishilik qo'shin ila Yamandan Makkaga keldi. Ka'bani yiqitish haqida Makkaga elchi yubordi. Makka xalqi qo'rqib tog'larga chekindi. Uylarini, mollarini, mulklarini tashlab qochdilar. O'sha paytlarda Makkaning muhofizi, qo'riqlovchisi, raisi payg'ambar alayhisalomning bobosi Abdul Muttalib edi. Ka'baga shu zot payg'ambar alayhisalomning bobosi qarar edi. Yamanlik Abraha Makka aholisining mollarini o'lja olib to'pladi. Bularning ichida Abdul Muttalibning tuyalari ham bor edi. Abdul Muttalib borib tuyalarni qaytarib oldi. Abraha fillari bilan quvvatlantirilgan qo'shinini Ka'baga borishga buyurdi. Ka'ba yiqilishi, yer bilan yakson bo'lishi kerak edi. Abobil qushlardan tuzilgan Alloh qo'shini, ilohiy qo'shin shu payt osmonda paydo bo'ldi. Abobil qushlari filli qo'shinga tasbeh donasidek kichik toshlar otib, bir zumda fillarni yo'q qilib tashladi. Fillari bor 40,000 kishilik qo'shin somonday poymol bo'ldi. Abobil qushlari otgan har tosh Abraha askarlarining jasadlarini ilma-teshik qilib tashladi. Har bir qush tumshug'ida bitta tosh, panjalarida ikkita tosh olib kelib, uchtadan tosh otar edi. Abrahaning filli qo'shini halok bo'ldi. O'zi esa qattiq yaralangan bir ahvolda Yamanga qaytib kelgan bo'lsa ham, ko'p o'tmay halok bo'ldi. Izoh va o'git. Bu hodisa Qur'oni Karim suralaridan Alam taro kayfa deb boshlanadigan Fil surasida eslatiladi. Bu voqeaga Fil voqeasi nomini berganlar. Payg'ambar alayhisalom bu voqeadan 50-55 kuncha keyin tug'ilganlar. Mazkur surada buyuk hikmatlar yashiringan. Alam taro kayfa surasini o'qing, tarjima va tafsirini o'qisangiz, Alloh qanday buyuk quvvat, qudrat sohibi ekanligini anglaysiz. 103 hikoya. Hisobi qilinadi. Hazrati Musa alayhisalom Janobi Haqqa bunday munojat qildi: "Ya Rabbiy, do'stlaringdan birini menga ko'rsat." Alloh taolo Musa alayhisalomga: "Ya Musa, bu toqqa chiq. U yerda g'or bor. Unda bir odam yashaydi. O'sha g'orda yashaydigan odam mening do'stimdir" deb buyurdi. Hazrati Musa alayhisalom toqqa chiqdi, g'orga kirdi. Qarasa, g'orda bir odam behol yotibdi. Boshi ostida g'ishtdan yostiq, yonida sajjoda, ya'ni joy namoz, yana to'ni bor. Boshqa hech narsa yo'q, bir bechora yo'qsil. Hazrati Musa alayhisalom: "Ya Rabbiy, sening do'sting shul zotmi?" dedi. Janobi Haq: "Ya Musa, izzatim, qudratim haqqi u odamni xarqasi, ustki kiyim, to'n va yostiq qilgan g'ishtining hisobini qilmagunicha jannatga qo'ymayman" deya buyurdi. Izoh va o'git. Ey Alloh degan qardosh, ey mo'min, g'orda bir xirqasi, bir joy namozi va g'isht yostig'idan boshqa narsasi bo'lmagan bir qulni Janobi Haq hisobini qilmay jannatga qo'ymayman desa, bizning ahvolimiz qanday bo'ladi? Biz shuncha ne'matlar ichida yuramiz. Alloh har bir ne'matining hisobini qiladi. O'shanda holimiz nima bo'lishini tushunib eslaydik-da, Allohimizga loyiq qullik qilishga intilaylik. 104 hikoya. Hazrati Umarning karomati. Juma kuni mo'minlar xalifasi Hazrati Umar roziyallohu anhu Madinada minbardan turib jamoatga xutba o'qir edi. Xutba o'qiyotib xalifa birdan baqirdi va "Ya Sariyol Jabol, ya Sariyol Jabol, ya Sariyol Jabol" dedi. 3 karra "Ya Sariyol Jabol, ya Sariyol toqqa" deb baqirdi. Ashob orasida ahvolni ba'zilar tushundi. Hazrati Ali xalifaning bu so'zini o'sha kuni, o'sha soatda bir manzilda qayd etdi. Islom qo'shinlari Sariyol qo'mondonligi ostida edi. Sariyol qo'shinga dam olishga ruxsat berganda, istirohat qilinadigan yer tog'ning etagida edi. Dushman tog'ning etagidan chiqib, islom lashkariga g'ofilligida hujum qilmoqchi edi. Hazrat Umar ahvolni xutbada ko'rdi. Islom lashkarining qo'mondonini xutbada ogohlantirdi.
Islom qo'shini zafar bilan Madinaga qaytdi. Hazrati Ali Sariyoldan so'ragan edi, u javob berib, bir juma kuni qo'shinga dam bergan edim. Hazrati Umarning yo Sariyol, Jabol degan nidosini eshitdim. Darhol askarlarni toqqa chekintirdim. Chekinmaganimizda dushman bizni mag'lub etishi mumkin edi dedi. Izoh va o'git: u vaqtlarda televizor bormidi. Necha kunlik, necha haftalik masofada bo'lgan islom lashkarlarining tahlikada qolganini xalifa Hazrati Umarga ko'rsatgan quvvat qanday quvvat edi. Bularni tarix oltin harflar bilan yozmoqda. Umarning asosiy vazifasi bu haqiqat